Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yaxshi yuribsizlarmi? May oyi kirib keldi va Rossiyada mayskiy prazdniklar juda ham ko'p bo'ladi. Выходной dam olish kunlari ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Shu narsani inobatga olgan holda diqqat bilan videoni ko'ringlar va tanish bilishingizga tarqatib qo'yinglar. Center sodействия migratsiya Volgogradskiy oblast Telegram kanali bor. Ushbu kanalda sanoqli odamlar afsuski obuna bo'lib qo'yibdi. Shu qatorda men obuna bo'lib qo'ydim va bu yerda ko'plab yurtdoshlarimiz uzoqdan kelishini va ovora bo'lib kelib ketmasligini hisobga inobatga olganlarni ma'lum qilgan holda sizlarga ma'lumotlarni yetkazmoqchiman. Demak, qaysi kunlar выходной bo'ladi, qaysi kunlar ishlaydi. Shu narsalar haqida ma'lumot berib o'taman. Uzoqdan kelib, yana ovoragarchilik, bir kun yo'qlarni yo'qotib, yo'l kiralarni yo'qotib, taksi aytib boshqa qilib yurmanglar degan maqsadda. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar va savollaringizni kommentariyada albatta yozib qo'yishlaringiz mumkin. Vaqti bilan hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Demak, do'stlar, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi may kunlari umuman выходной dam olish kunlari hisoblanadi va ushbu dam olish kunlarida hech qanaqa Center sodействия migratsiya Volgogradda qabul bo'lmaydi. 1, 2, 3, 4 выходной bilib qo'yinglar. 5-6 may kunlari esa doktordan o'tishingiz mumkin, zakljuchnikni olishingiz mumkin va hokazo qilishlaringiz mumkin. 7 may kuni faqatgina doktor qog'ozini olishingiz mumkin. 5-6 faqat doktordan o'tishingiz, zakljuchnikni olishingiz ham mumkin, lekin 7 may kuni faqatgina doktor qog'ozi chiqsa, o'sha meditsinskiy doktordan o'tgan qog'oz chiqqan bo'lsa, 7 may kuni olishingiz mumkin, lekin 7 may kuni doktordan o'ta olmaysiz. Shu narsani ham e'tiborga olib qo'yinglar. Shu bilan 8, 9, 10, 11 may kunlari ham выходной dam olish kuni hisoblanadi. Ushbu kunlarda ham doktorga topshiraman, medkomissiya qog'ozini olaman deb ovoragarchilik qilib uzoqlardan kelib ketib yurmanglar. Bu videoni shuning uchun ham aytaman. Har doim like bosib tarqatib qo'yinglar, kerakli ma'lumot bo'ladi ko'pchilikka. Bilib bilmasdan keladiganlar ham bo'ladi. Javobi chiqmayapti-ku, SMS kelmayapti-ku, nimaga indamayapti, menga doktor qog'ozini SMS telefon qilmayapti. Xullas har xil bilasizlar, bizda shunaqa ko'p bo'ladi. Telefon qilmaydi yoki bo'lmasa SMS kelmaydi, doktor javobi chiqmasdan mana shu narsalardan ovoragarchilik qilib kelib ketmasliklari uchun uzoqdan yo ishdan qolib выходной olib, ishdan javob olib, mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun mana shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazib qo'yay deb aytdim do'stlar. O'ylayman videomiz foydali bo'ldi. Xullas, obuna bo'lib qo'yinglar, like tugmachasini bosib qo'yinglar, yana bir marta aytaman. Xudo xolasa yaxshi ma'lumotlar bo'lsa yana albatta yetkazib boraman. Kommentariyada savollaringizni yozishingiz chiqmasin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, ogoh bo'linglar. Sog' salomatlikda yaxshi videolar, yaxshi yangiliklar bilan yana ko'rishaylik.